20 million so'm bilan kelsa, chotki bitta biznesni yo'lga qo'ysa bo'ladi. 1 million bilan ham boshlasa bo'ladi, 800 ming so'm bilan boshlasa ham bo'ladi. Assalomu alaykum Sirojiddin aka. Juda ham ko'pchilik mijozlarimiz so'rashyapti, nech pul bilan kelib biznes boshlasa bo'ladi. Sizni oldingizga nech pul bilan kelsa, qanaqa biznes tavsiya qilgan bo'lardingiz? 20 million so'm bilan kelsa, chotki bitta biznesni yo'lga qo'ysa bo'ladi. 20 millionni o'zi hayotingda ushlab ko'rganmisan? O'zingiz uskunalarni berasiz 20 million so'mga. 20 million so'm. Birinchi variant 20 million so'm. Ko'pchilik yozishyapti, so'rashyapti. Sizni oldingizga nech pul bilan borsam, qanaqa biznes boshlasam bo'ladi? Hop. 1 million 800 ming ham yetadi o'zi aslida. Kelinglar, adashgan jigarbandimizni o'zimiz imijimida urib o'ldiraylik. Lekin qolgan masalan o'zini ketadigan masalalar bor, bo'ladi. Unga alohida pul sarflashadi. Lekin 800 ming bilan biznes boshlasa bo'ladi. Do'stlar, undan oldin akamiz 20 million dedilar. 1 million bilan ham biznes boshlasa bo'lar ekan. Qaranglar. Daromad qanaqa bo'ladi 1 millionlik biznes? Daromadi yaxshi, masalan, ish bilan bir kishini ish bilan ta'minlaysiz, kamida o'zingizga ham 400 ming kelib turadi bir kunlik. Haligi sentr joyi tanlash kerak-da. Joyiga qarab daromad yaxshi bo'ladi. Do'stlar, ko'rdinglar, bitta akamiz 20 million dedilar, bitta akamiz bo'lsa 1 million dedilar. Sizga ko'proq qaysi biznes qiziq va batafsil qaysi birini yoritib beraylik? Kommentariyada kutib qolamiz. 1 millionliginimi, 20 millionliginimi?